Qani yur endi o'g'lim, ko'ramiz o'sha yerda. Bu yoqdan bir ko'raylik endi. Borib, oxirgi joyimiz mana shu yerda endi. Qani shu yerdan ham bir ko'raylik, mana shu 4 ta sanitda turibdi-ku. O'shalardan so'rab ko'ramiz endi. Agar haligi joyda endi hozir boradigan joyimiz shu yerda endi o'g'lim. Undan boshqasi yo'q. Albatta. Yema qo'shnimiz Ziyod aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimi? Charchamayapsiz? Albatta yaxshimi? Azizjon, yaxshimi? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Tinchmisizlar? Mazali yaxshimi aka? Assalomu alaykum. Akajon. Salomatmisizlar? Hech ishimiz yurishmayapti-da uka. Men o'g'ilcha o'qishni bitirgan. Ishga kirishim kerak. Ish topolmayapmiz-da. Shunga siqilib, shunday xafa bo'lib kelyatdim. O'tib ketayotgandim. Lekin bizda bir vakant bor, uni gaplashsa bo'ladi ekanmi? Bormi? Aka, mana shu tashkilotda bo'sh o'rinlar bor deb eshitganman-da. Bir gaplashib ko'ring. Kirsak bo'ladimi? Albatta. Qani yur. Qani ko'ringlar. Ko'rik bu yerda ham chiqmagan jondan umid. Kiring. Mumkinmi singlim? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Salomatmisiz? Keling. O'g'limni shu ishga olib kirishim kerak edi. Shunga shu yerda ish bor deb eshitib qoldim. Shunga keldim. O'g'lingiz biron joyda o'qiganmi? Ha, o'qishni bitirgan. Shu ish qilib yuruvdik. Shuning uchun sizga taklif bo'lib qoldi. Mana shu yerga kirib ko'ring dedi. Shuning uchun azizga keldim. Ish o'rni bo'lsa, shu bir o'g'limizni joylashtirsam degan edim seni. Amaki, bo'sh ish o'rinlarimiz bor. Rahmat. Biz boshliqning oldiga kirib maslahatlashib chiqing. Lekin men sizni tushundim senim. Men borib bir harakatim qilaman emas. Maylimi? amakiga telefon qilay, ishimizni tezroq bitirsak. Amaki, assalomu alaykum. Men kecha masala bilan telefon qildim. Men boshliq bilan gaplashib qo'ydim. Bemalol kirib, hal qilib chiqsangiz bo'ladi. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ukam yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'lig'ida. Xonadonlar tinchmi? Sog'lig'ida. Keling. Assalomu alaykum. Men kadrlar bo'limimizga uchrashgan edim. Sizga uchrashishni aytgandim. O'g'limni ishga joylashtirishim kerak. Shuning uchun oldingizga kelgandim. Kadrim sizga tushuntirganmidi? Ha, tushuntirgan uka, tushuntirgan. Tayyorlanib keldingizmi? Ya, albatta. Qani o'g'lim? Narsani beringchi. Mana. Mana uka. Bo'ldi otaxon. Men o'zim sizga xabarni beraman. Hammasi. Bo'ldimi? Rahmat ukajonim, rahmat. To'xtanglar. Biz ichki ishlar bo'limidamiz. Siz qo'lga olindingiz. O'zini hurmat qiladigan hech bir inson korrupsiyaga nisbatan loqayd bo'la olmaydi. Zero bu illatga qarshi kurashish faqatgina vakolatli davlat organlarining emas, balki har birimizning burchimizdir. Biz poraxo'rlikka qarshimiz.